Patrick Stars robotdan foydalanish qo'llanmasi. Birinchi bo'lib botga kiramiz va bu yerda start buyruqini bosamiz. Bu yerda bot salonlashadi. Hozir sizlarga hamma tugmalarni ko'rsatib o'taman. Men birinchi bo'lib kliker bo'limini bosishdan oldin, ya'ni biz pul ishlashimizdan oldin shuncha kanal bor. Shuncha kanalda hammasiga obuna bo'lib chiqishimiz kerak. Botlar bo'lsa botlarga start bosib, kanallar bo'lsa va guruhlar bo'lsa guruhlarga obuna bo'lib chiqishimiz kerak. Menga ham obuna bo'lamiz. Oxirigacha menga ham obuna bo'ling. Obuna bo'lganimizdan so'ng bu yerda botlar ham bor. Botlarga yoki mana bu zaifkalar kanallarga ham zaifga tashab, botlar bo'lsa botlarga start bosib, bu start bosganimizdan keyin bu yerda mana bu tekshirish degan tugmacha bor. Tekshirish degan tugmachani ustiga bir marta bosishimiz kerak. Bu yerda biz botdan ro'yxatdan o'tgan hisoblanamiz. Bu yerda obunangiz tasdiqlanib, bosh menyuda siz deb xabar beradi. Birinchi bo'lib kliker bo'limi, kliker tugmasi orqali siz har 24 soatda 0.05 tarsdan qo'lga kiritishingiz mumkin. Har 24 soat emas, o'zi har 6 daqiqada ekan. Har 6 daqiqada bir marta 0.05 tars ishlashingiz mumkin. Albatta bu bepul. Keyingi bo'lim yulduz ishlash bo'limida taklif havola orqali, ya'ni do'stlaringiz taklif qilib, har bir taklif qilgan do'stlaringiz orqali 1.5 tarsdan ishlashingiz mumkin. Ikkinchi bo'lim yulduz sotib olish bo'limi, ya'ni yulduzlarni arzon bu yerda sotib olishingiz mumkin. Mana bu yerda o'zingizga yoki do'stingizga o'zingizdan bo'lsa, mana yulduzlarning narxi chiqaradi. Bemalol yulduzlarni sotib olishingiz mumkin. Keyingi bo'lim profil bo'limida bu yerda siz qancha yulduz ishlashingiz, balansingizda qancha yechib olgan yulduzlaringiz. Keyin ya'ni asosiy bo'lim yulduz chiqarish bo'limi. Bu yerda ishlagan yulduzlaringizni giftlar sifatida yoki Telegram Premium ga obmen qilib chiqarib olishingiz mumkin. Ya'ni giftlar bo'lsa, mana bu giftlarni masalan 15 ta stars bo'lsa, 15 ta stars orqali mana bu ayiqcha giftini olishingiz mumkin. Agar sizda 1000 yo 1.5 mingdan ziyod gift bo'lsa, mana bu 3 oylik yoki 6 oylik premiumni ega bo'lishingiz mumkin. Mana shu tarzda botimizda pul ishlashingiz, sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Bu yerda har xil o'yinlar ham bo'ladi. Ya'ni ko'p referal taklif qilish, ya'ni do'stlaringizni chaqirish, mana shular orqali ham anchagina sarmoyasiz pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi.